Tikuvchi jononalarim, meditsinada ishlaydigan, ertalabdan kechgacha boshini hammani mehnatini qilib, o'zini unutib qo'ygan jononalarim, osteoxondroz, xo'kalib, grijalar hammasini tuzatib oladigan mashg'ulotlarimni sizlarga berishni davom etaman. Bajaringlar, soppa-sog' jonona bo'linglar. Yelkalaringiz qotib ketgan, arabchalarga o'ynagingiz keladi, chiroyli xotin bo'lgingiz keladi, figurli xotin bo'lgingiz keladi, lekin hamma yog'ingiz qotib yotibdimi? Sizga mana shu mashqlarni tavsiya qilaman. Uyga borganingizdami yoki imенно dars ishlar qilayotganingizdami, o'rningizdan shartta turib, takoy 10-15 minut dam olib, mana shu mashg'ulotlarni qiling. Ovqat yegani ketayotganingizda qilib ketasiz, ovqatlarni tayyorlab. Qizlar, davay, ko'rsatib beringlar. Mana shunaqalar. Ana yoshligimizda aytishardi-ku, jirtillayverma, likillayverma deyishardi-yu. O'sha foydali ekan, o'rtoqlar, mana endi katta bo'lib shularni qilib yuramiz. Sizlar ham qilinglar. Чуть-чуть приседание bo'lishi kerak mana bunaqa. Приседание bo'lganda полный tana zajigать qiladi. Boshlaringizni ham qimlatasiz, yelkalaringizni ham волнистый qimlatasiz, buksalaringizni hammasi qimlatasiz. Bu faqat sog'lig'ingiz uchun. Так что kommentariyaga bir nimalarni yozib tashlamanglar. Faqat jononalar uchun, hammasi tavsiyalarim faqat jononalar uchun. Endi mana ikkita yelkalaringizni faqat buksangiz qimirlamayapti-da. Endi ikkita yelkalaringizni ham o'ngga chapga aylantirib, orqaga aylantirib qo'shasiz. Dahaningizni ko'tarib oling. Buksangizni chiqarib oling orqaga. Yelkalarni tikka turgan holatda aylantirib, mana aylantirib, buksani qimirlatib, приседание qilib, mana kacheli bo'lyapti, mana pastga, tepaga. La la la, tra la la. La la la, tra la la. Jonona bo'lish oson emas. Juda qiyin. Lekin jonona bo'lasiz. Ana, endi aylantiramiz. Endi hammasini, ikkalasini mana shunaqasiga. Davay qizlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bundoq qilganingizda sharaq ter chiqadigan holat kelsa, undan ham shikarat bo'lasiz. Davay, boshlang.